Ayollar o'zi ham chimoshnik qilib qo'yyapti-da erlarni. Men, например, erimdan ustun bo'lishni xohlamayman, даже pul men erim bilmaydi qancha pul topishimni. Normalniy topaman. Ustun bo'lishni xohlamayman. Chimoshnik er bo'lishini xohlamayman-da. U uchun вообще pul ham unchalik nima qilish kerak emas o'rtada. O'ynash kerak emas. Mudriy bo'l, ering qilib beradi shuni. Ayollar bilimli bo'lishi kerak. Mudrostni ham olib borish uchun. Xitрость, mudrost, ayol kishining o'zi roli ko'p-ku bu hayotda. Oilada главный rolni olgim kelmaydi. Bozor qil, nalog to'la. Er bilan, например, men teng bo'la olmayman. Pastda turishimiz kerak, o'zimiz joyida. Lekin erkaklar ham so'tay bo'lib ketish kerak emas-da. Erkak kishi erkak bo'lishi kerak. Lavzli, harakatchan bo'lishi kerak. Oilasiga ответственный bo'lishi kerak. Biz uylangan paytimizda xo'jayinim endi ishga kirgan edilar. Oilada biz yashirdik-da. Ayjon yordam berardilar lekin. Ayjon mudriy ayol bo'lganlar-da, bekitib pul berardilar, чтобы men ko'rmay. Erimga pul berganlarni o'g'illariga. Qizim tug'ilgandan keyin, kasha yeyish kerak bo'lib qoldi. Сложный роды bo'lgan. Xo'jayinim ishdan chiqib, taksilik qilib, o'sha paytda eng qimmat kasha bo'lardi. Men pampers boqmaganman bolalarni. Kashani olib, keyin kelardilar. Ular ответственныйlar bolalari uchun, ayoli uchun.